Assalomu alaykum. Mehri oftobdan-da qaynoq, mard jasur ko'ksi qalqon, kulgulari dunyolarga teng, bitta tanho obunachilarimiz va kuzatuvchilarimiz. Biz bugun tabriklar yomg'iri loyihasi orqali sizning dil to'rlaringizni chertmoqchi va qalbingizda buloq suvdek qaynab chiqadigan tilaklaringizni, dilso'zlaringizni, rahmatnoma, uzrnomalaringizni sohibalarga yetkazishlik xolis niyatimiz bor va bu niyatimizni amalga oshirishga tayyormiz. Siz bilan men boshlovchi Borakxon bo'laman. Assalomu alaykum. Yana bir tabriklar yomg'iri loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Salom qilmoqchi xarob qilganimiz. Rahmat. Assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Mana bugungi kunning qirolichasi ekansiz. Tavallud ayyomlar, shukronali kunlar muborak bo'lsin deymiz sizga. Rahmat. Bunday yaxshi inson bo'lishni qanday uddalayapsiz? Bilmasam. Yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan, ularning hurmatida, e'tiborida egasiz doim. Rahmat. Bu galgi tabrik xati kim tomonidan kelgan deb o'ylaysiz? Bu aniq bilsam. Aniq topdingiz. Bizlar jonimizdan kelgan bu tabrik. Rahmat. Siz ham yaxshi ko'rishlarni bot takrorlab, ichlaridagi qaynab chiqadigan dil so'zlarini bizga yozib yuborganlar qabul qilib olasiz. Rahmat. Shu munosabat bilan biz sizga omonat dunyoda omon bo'ling. Allohim har bir qilayotgan xayrli ishingizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalb olamingizga xotirjamlik tilaymiz. Topganingiz halollik, boylik, qilgan ibodatlaringiz, ajru savoblaringizga to'la bo'lishini, Rasulimizning chinakam izdoshlari bo'lishni va bizga nasib ro'z aylashini tilab qolamiz. Rahmat. Nechta farzandingiz bor opajonim? 3 farzandim bor. 3ta? Mashalloh, ham qiz ham o'g'ilni ato etgan ekan Xudo. Ularni baxt jamollarini ko'rib yurish nasib qilsin, ilohim. Bunday mehribonchilik, bunday hurmat, bunday izzat, bu natijaga qanday erishgansiz deb so'ramoqchiman. O'zimda yaxshi insonlar. Bu hammasini boshqa o'jonim yaxshi tarbiya qilganlar, bir-birimizga mehrli qilib, bir-birimizni yaxshi ko'rishda, o'zim hurmatlar qilishni, hammasini boshiga o'jonim turadilar. Masalloh. Ilohim ana shunday oyijoningizni umrlari uzoq bo'lib yursin. Ilohim o'zingizning umrlari borlari shukur. Boshimizda hamisha sog' bo'lsinlar oyijonim. Ilohim. Yaxshilar ham ko'rmasinlar. Bizdan ketimizdan hamisha faxrmand yursinlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Yaxshi insonlarning oldida yaxshi insonlar bo'ladi faqat. Siz yaxshi bo'lsangiz olam yaxshi deysiz-ki. Shuni aytdim. Tabrik xatiga hamrohlik qilgan qadrdonlaringiz boshingizga sog' bo'lsin ilohim. Va men ana shunday iliq dil so'zlaridan keyin ayni singlingiz Gulsaraxon opa nomlaridan kelgan tabrik xatini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Unda men boshladim. Assalomu alaykum, mening har sohada tengsiz, go'zal, chiroyli, xushchaqchaq, yuzlari nurli farishtam Mohkasraxon. Sizni bugungi shukronali kuningiz, tavallud ayyomingiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Ko'rgan bahoriy ayyomingiz bilan ham tabriklayman. Doimo el yurt nazarida, yaqinlaringiz ardog'ida, ota-onangiz, farzandlaringiz quchog'ida bo'lib yuring deyman.
Doim Allohim hech kimdan kam, so'raganingizdan ziyodasini bersin. O'ylagan orzu niyatlaringizga yetib yuring. Bolalaringiz baxti kamolini ko'rib, soliha jannatlarda toj kiydiradigan farzandlar bo'lishsin ilohim. Yaqinligimizga ko'z tegmasin. Yuzlaringizdan nur, lablaringizdan tabassum, go'zal chehrangizdan kulgu arimasin. Dunyo ichra dunyoyim sizlar. Ikki dunyo saodatini tilayman sizlarga. Hammaga mehribon, o'zimni sizdan juda yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Mening jon yaqin jigarlarim sizlar. Sizlar doim ikki kaftimdagi duolarimda dur va marjon bo'lib turasizlar. Ilohim boshingizga sog' salomat bo'lib yuring. Allohdan qalbingiz sokinligini, yuzingiz tabassumi va nurini, tanangiz sog'ligini, xonadoningiz tinchligini va davomiyligi bo'lishini tilayman. O'zingizni, ota-onangiz va sizga aziz bo'lgan barcha yaqinlaringiz boshiga sog' salomat bo'lib yuring. Siz doim mehringiz, oqlaligingiz va samimiyligingiz bilan bizni ilhomlantirgansiz. Hayot yo'limizda doim bizga mehribon bo'lib kelgansiz. Yaxshilik va oqibatlilikka o'rgatuvchi aziz insonlardan birisiz. Sizning mehribonligingiz, shirin so'zlaringiz qalbimizni har doim iliqlik va baxtga to'ldiradi. Xudo sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, quvonch va tinchlik ato etsin. Hayotingiz har doim nurga to'lsin. Yuzingizdan tabassum arimasin. Har bir kunga shukronalik bilan kirib, baxt va shodlik ichida yashashingizni tilayman. Akajonim bilan baxtli, saodatli bo'ling ilohim. Bu dunyoda menga jondan azizlarim, Allohimga umr azizlarim. Sizga bitay g'ubor yo'q dil so'zlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim. Tinglab mening jimdik ko'ngil nolishlarim, taskin bergan ham yaqinu olislarim, yuragida har tilagi xolislarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim. Og'a, inim, opa-singil qondoshlarim, siz hayotim yo'lidagi yo'ldoshlarim, dardim olar dardlarimga dardkashlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim. Shodligini milla baham ko'rganlarim, imkon topsa mehnatini bo'lganlarim, bir qayrilib zabun holim so'rganlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim. Yaxshi kunda unutay yod olganlarim, dilga shirin orzularni solganlarim, goh achinib, goh yupatib qolganlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim deya tabrik xatlariga yakun yasaganlar qabul qilib olasiz, opajonim. Rahmat. Men ishladim, mas'ullar qilib she'r qilib, muzofir tilak rahmat. Muhtaram bo'lsin, nega yuribdi? Hamisha Xudo qo'llab-quvvatlasin. Avvalambor sog'ligini bersin Allohdan. Taqdir qilsin, nimaiki yaxshi gamsan, niyatiga erishtirsin Allohdan. Bachalarimizning bir halovatini ko'rsin. Katta rahmat. Quvondim. Ularga shukr. Hammalarni yaxshi ko'raman. Ilohim aytganingiz kelsin. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh sizni o'z panohida asrasin. To'yingizni shukurga, kuningizni duolar ijobatiga boy qilsin. Qadrlaningiz, xonadoningizga Allohning barokati, rahmati, fayzi yog'ilsin. Duoyi amalingiz dunyo oxiratingiz uchun qalqon bo'lsin. Ilohim 8 jannat darvozasi ochiqligini tilayman sizga. Rahmat. Sizga rahmat. Chiroyli qilib yetqazganingiz uchun rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman, bolalarga shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat sizga ham. Tavallud ayyomlari yana bir bora muborak bo'lsin. Sizlarga sizday oqlar, sizday xushchaqchaq insonlar ko'payaversin. Aytganingiz rahmat. Mayli. Har kimsaga bo'lar tirgak, toza ko'ngil, toza yurak, hammaga har
doim kerak. Yaxshi inson, yaxshi inson. Kamtarligi salobati, yuzida nur tarovati, yaratganning sharofati. Yaxshi inson, yaxshi inson. Kamtarligi salobati, yuzida nur tarovati, yaratganning sharofati. Yaxshi inson, yaxshi inson. Hech bir gapi kelmas malol. Yaxshi inson, qolib ketmas hech bir savol. Yaxshi inson, adolatli, toza halol. Yaxshi inson, ey yaxshi inson, yaxshi inson. Hech bir gapi kelmas malol. Yaxshi inson, qolib ketmas hech bir savol. Yaxshi inson, adolatli, toza halol. Yaxshi inson, ey yaxshi inson, yaxshi inson. Hamma aytar kim ekandek. Yaxshi inson, yaxshi inson. Umringiz bo'lsin ziyoda. Yaxshi inson, yaxshi inson. Yaxshiyam borsiz dunyoda. Yaxshi inson, yaxshi inson. Kamtarligi salobati, yuzida nur tarovati, yaratganning sharofati. Yaxshi inson, yaxshi inson.